Mana bu yerdaman. Qayerda deysizmi? Pavarotda, Bog'ishamol City'da. 10 etajlik, 10 etajda penthouse 51 kvadrat. Shunday eshikdan kirasiz. Mana garderobni zona. Atmosferacha oynachalarini qarang. Chap qo'lda детский spalni. Детский spalni ham shinamgina ajoyib, shkafchalari bor, односпальный bor, hammasi bor. Keyingisi sanuzel qismi. Keyingisi dushovoy. Razdelniy sanuzel bo'lyapti. Juda ham ajoyib. Remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Studichniy variant, zal, oshxona birdan. Hozir shunaqasi moda Samarqandda, agar bilsangiz agar yevropeyskiy variantlar bo'lgan. Ma'lumot ko'rishingiz mumkin. Oxirgi xonamiz do'q spalni. Kattalar uchun yotoqxona sharoitini qarang, sharoit nima deyapti? Ajoyibmi? Chiroylimi? Yana bir bor eslataman. Pavarotda Bog'ishamol City 10 etajlik, 10 etajda 67 ming AQSh dollari. Bunaqa narxda topolmaysiz. Mana bunaqa remont 51 kvadrat topolmaysiz. Topsangiz agar mana menga ayting. Faqatgina buni olish uchun pastdagi nomerlarga shunday aloqaga chiqasiz. Aka, menga uy kerak deysiz, men sizga tars narxini sindirib olib beraman.